Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qaynamsız diqqətinizlər ekranımız olsun. Pakistandakı Uyğurlarning taqdiri əndişə qozğumaqda. Yaqinqi kunlarda Pakistanda yashayotgan bir qism Uyg'urlarning Pakistandan qo'g'lanish xavfiga duch kelganligi haqida uchurlar tarqalgan bo'lib, ularning keyingi taqdiri andisha qo'zg'amoqda. Pakistandagi Umar Uyg'ur vaqfining raisi Umar Uyg'ur apandi ijtimoiy taratqular orqali bir qisqasini ham baharlab, Pakistandagi Uyg'urlarning davlatdan qo'g'lanish xavfiga duch kelganligini, qo'lida boshqa hech qanday davlatning kimligi bo'lmagan mazkur Uyg'urlarning jiddiy yordamga muhtoj ekanligini, har qaysi davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarini bu haqda harakatga o'tishga chaqiradiganligini bildirdi. Sindagi Uyg'urlarning bildirishicha, Pokistonning aloqador doiralari ularga oxirgi bir necha kun muhlat berib, davlatdan chiqib ketishga buyurgan. Ularning farzandlari maktabdan chiqarib etilgan bo'lib, ijara o'ltirayotgan uylarda qo'g'langan. Yarım asrdan buyon Pokistonda yashayotgan, qo'lida hech qanday davlatning rasmiyatlari bo'lmagan mazkur Uyg'urlar butunlay chorasiz ahvolga tushib qolmay, Xitoyga qaytirilish andisi ichida qolgan. Ma'lum bo'lishicha, Pokistondagi Uyg'urlarning ko'pinchisi 1960-yillarda Xitoyning bostirishlari sababli Qashqari, Yakan qatorliq joylardan Afg'onistonga kelib panohlangan Uyg'urlarning avlodlari ekan. 1980-yillarda sobiq Sovet ittifoqi armiyasi Afg'onistonga keng ko'lamda tajovuzchilik urushi qo'zg'aganda, bu Uyg'urlarning bir qismi Afg'onistondan qochgan millionlagan musofirlar bilan birlikda Pokistonga ko'chman bo'lib kelib qolgan. 2023-yilning oxiri Pokiston hukumati bayonot e'lon qilib, davlatdagi qonunsiz ko'chmanlarni keng ko'lamda bartaraf qiladiganligini, ularni chegaradan qo'g'lab chiqaradiganligini, bu harakatning Pokiston chegarasi ichida panohlanayotgan 1,700,000 afg'on musofirlarini o'z ichiga oladiganligini bildirgan edi. Ayni vaqtda xalqaro inson haqlarini ko'zitish tashkiloti xalqaro jamiyatni Pokistondagi 20 dan ko'p oila, ya'ni 100 ga yaqin Uyg'ur musofirni qo'g'dashga chaqirib, bundaq bir vaziyatda butun dunyo jamoatining bu Uyg'urlarni qo'g'dash mas'uliyati bor. Xalqaro inson haqlari qonuni dal shuning uchun mavjud degan edi. Hadi Pokistonda bularga jiq bism sabab bular o'ylarga saqchachilib, bularni birlarni tutib olib yo'lda jiq avaracha bo'lib qoldi. Bu ayniga 31-silab bularga vaqt to'shmoqchi. Biz o'zi ahvol depirik. Assalomu alaykum. Mashu ayninki 31-silada bizning vaqtimiz to'shdi. 3 kun vaqt qoldi bizlarga. Bizlarga mashu 3 kundan keyin me'dan chiqdinglar dedi, biz vatanga ham bora olmaymiz. Afg'onistonga ham bora olmaymiz. Bizlar uygisimi uydan chiqdim deb nima qildi? Ishxonadanmi chiqyapti? Bolalarimizni maktabdan chiqyapti. Bizlar o'qimay qoldik. Hozir bizlarga mashu Ramazon o'tmadi, hamda Yid o'tmadi. Bizlar qanday qilamiz? Mashu beshimiz qatiblam qoldi. Shuning uchun bizlar bu dunyodagi Uyg'ur qurintaylarning hammasidan bizlar darxost qilamiz. Bizlar darxost Uyg'ur mahir Xitoylarning uzun yillik rekordini buzdi. Uyg'urlardan chiqqan diski etish mahiri Abdug'ani Turg'un Chengdu shahrida o'tkazilgan tanarkat musobaqasida Xitoylarning 29 yildan buyon saqlanib kelgan rekordini buzdi. Xitoy taratqularning xabar qilishicha, diski etish turidagi Uyg'ur mahir Abdug'ani Turg'un Xitoyning Chengdu shahrida o'tkazilgan 2025-yillik davlatlik yirik atletika musobaqasining etish turiga qatnashgan bo'lib, 2 aprel diski etishda 65 metrdan yuqori natija bilan Xitoylarning 1996-yildan buyon saqlanib kelgan rekordini buzib tashlagan. 28 yoshli Uyg'ur tanarkatchi Abdug'ani Turg'un Qashqar viloyatining Ko'ni shahar nahiyasidan bo'lib, bu Abdug'ani Turg'unning tunji qatim yaxshi natijaga erishishi emas bo'lib, u Xitoyning 14-navbatlik mamlakatlik tanarkat musobaqasi, 2023-yillik mamlakatlik yirik atletika chempionlik musobaqasi, 2024-yillik mamlakatlik yirik atletika chempionlik musobaqasi va 2024-yillik mamlakatlik yirik atletika lavha talish musobaqalarining hammasida chempionlikka erishgan. Gerçi Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bo'lsa-mu va turli sohalarda cheklab bosh ko'targizmay kelgan bo'lsa-mu, qattiq besim ostida yana nurg'unlagan munavvar tanarkatchilar yetishib chiqib,
futbol, yugurish, boksyorlik qatorliq turli tanarkat turlarida Uyg'urlarning jasurani ruhini, kuch-qudratini namoyon qilmoqda. Avstraliyada natchiligan Kongzi instituti taqaldi. Avstraliyadagi 6 universitet o'z qarmog'idagi Kongzi institutlarini taqagan bo'lib, ular Xitoy rejimiga chetishliq deb qaralib kelgan Kongzi institutlari bilan hamkorlik kelishimini uzartmagan. Avstraliya ABC kanalining 2 aprildagi xabarida bildirilishicha, Avstraliyadagi Melbourne universiteti, Queensland universiteti, Yangi Janubiy Wales universiteti, G'arbiy Avstraliya universiteti qatorliq universitetlar o'z qarmog'idagi Kongzi institutlari bilan bo'lgan hamkorlik kelishimini qayta imzolamaslikni qaror qilgan. Avstraliya hukumatı yaqinqi yillarda Kongzi institutlariga qarata nazoratni kuchaytirgan bo'lib, 2 yil ilgari universitetlarning yangi Kongzi instituti ta'sis qilishini cheklagan. Gerçi o'tgan 5 yilda Avstraliyadagi Kongzi institutlarining soni 20 dugidek azaygan bo'lsa-mu, Avstraliyadagi yana 7 universitetda Kongzi institutlari yanada normal faoliyat qilmoqda ekan. Kongzi institutlari Xitoy tili va madaniyati haqidagi darslarni o'tadiganligini da'vo qilsa-mu, mazkur o'rinlarning Xitoy rejimi bilan quyuq munosabati borligi ta'kidlanib, shundaqla Avstraliyadagi Xitoy o'quvchilarini nazorat qilish, Xitoyning manfaatiga foydali fikrlarni, uchurlarni tarqitish bilan ayblanib kelgan. Kongzi instituti izchil holda Xitoyning xalqarodagi yumshoq kuchi va ta'sirini zo'raytirish quroli deb qaralib kelgan bo'lib, bu sababli yaqinqi yillarda Amerika va ko'plagan Yevropa davlatlari Kongzi institutlarini taqashga boshlagan. Jumladan Shvetsiya Yevropadagi Kongzi universitetini to'liq taqagan. Shundaqla Xitoy tili darslik programmasini butunlay amaldan qoldirgan tunji davlat bo'lib qolgan. Xitoy bo'lsa 2020-yili Kongzi institutlarining boshqarish huquqini Ma'arif ministrligidan Xalqaroliq Xitoy tili Ma'arif fondi nomidagi bir atalmish hukumatga tava emas tashkilotga yo'tkab, besim va ayblashlarni yo'qotishga urinib boqqan. Xitoy Filippindagi fuqarolarni ogohlantirishga majbur bo'ldi. Yaqinqi mezgillarda Filippin doiralarining Xitoylar va Xitoy shirkatlarini tekshirish ahvoli ko'paygan bo'lib, Xitoy elchixonasi bu haqda ogohlantirish uqtirishi tarqatishga majbur bo'ldi. Xitoyning Filippinda turishliq bosh elchixonasi 1 aprel uqtirish tarqatib, Filippindagi Xitoy fuqarolari va Filippinga bormoqchi bo'lgan Xitoy fuqarolarini bexatarlikka diqqat qilish haqida ogohlantirgan. Uqtirishda Filippin qonun ijro qilish organlarining yaqinqi mezgillarda Xitoylarga va Xitoy shirkatlariga qarata tekshirish, chatoq chiqarish harakatlarining ko'plab yuz berayotganligi, shundaqla Filippinda siyosiy yig'ilish va namoyishlarning ko'payganligi, bu sababli Filippindagi Xitoy fuqarolari va shirkat organlariga nisbatan xiyim xatarning so'rayganligi, bularni ko'zda tutib Xitoylarni amal bar sirtqi ko'p chiqmaslikka tavsiya qiladiganligi bildirilgan. Yaqinqi mezgillarda Xitoy bilan Filippinning dengiz rayonidagi surkilish, to'qinish voqealari ko'plab yuz bergan bo'lib, jiddiychilik barg'ansiri kuchaygan. Shundaqla Xitoylarning odam atkazchiligi, to'r aldamchiligi, pul yuyish, saxta shifrliq pul setish qatorliq jinoyatlari orqa-orqadan pash bo'lib, nurg'unlagan Xitoylar qo'lga ilingan. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugünkü xabarlarımız bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.